Nedik ukam, yaxshimisiz? Bu videoni ko'ring, albatta ko'ring. Bu ayrim negativchilarga, xohlasangiz sizga ham juda ham tegishli. Men bu videoni yozishimdan maqsad, men to'g'risi o'zim emotsiyam bek tomayotgan ayolman. Kimgadir nimadir nohaqlik bo'lsa chidab tura olmayman. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, men yaqin bo'lish shart emas u inson. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Lekin ayrim negativchilarga aytmoqchiman, sizlarim, qadrdonlarim, biramsizlar yaxshilar, bironta tahoratga namoz o'qigan bir aqlli sizlar o'zinglarcha. Aslida nedik emas, balki sizlar o'zinglarni akkauntinglarni ko'tarish maqsadida, odam yig'ish maqsadida shu ishlarni qilyapsizlar. Gapirishdan oldin ozgina o'ylanglar, nima qilyapman, qaysi yo'lga ketayotgan bolaga men nima qilyapman, o'zim oldin bir qadam namozga chiqyapmanmi, o'zi aslida yuraginglar yo'q sizlarni. Bunaqa ish qilmanglar. Allohning yo'lida ketayotgan bolaga bu darajada yomonlik qilmanglar, iltimos qilaman. Hech bo'lmasa qo'lingizdan bir yaxshilik kelmasa, bir so'm bermasanglar, shu nima bo'lyapti, nima qo'yyapti, misol aytaman, shu kartasini qo'yganini ham oldirib tashladinglar-da. Pul yig'olsam, palonsan, pistonsan. Nima qilsin bola qo'lida pul yo'q, nima qilsin? Masalan, yurtdoshlarimiz yurib qaysi burchakda bo'lishidan qat'iy nazar shu bolaga yordam berishyapti. Yo'l-yo'lga ko'rganlar bor, ovqatlantiryapti, mehmon qilyapti, baraka topsin. Ota-onasiga rahmat. Shunga lekin sizlar Instagramda o'tirib olib, chiya bo'riga o'xshab yo'lda kim nimalarni yozib tashlayapsizlar? Uyat sizlarga, uyat. Instagramda odam ko'payib ketsa, buni ham gapiradinglar. U majburlayotgani yo'q. Bu bola sizlar fohish ishlarga, kim qayerda yarim yalang'och qizlarga, yoki kim qayerda yomon narsalar like bosib, kommentariyalar yozasizlar, yo'q kim bu haqi yo'lda. Sizlar o'tirib o'ylachiya bo'riga o'xshab Instagram orqasida sizlar joylashib faqat. Sizlarga ham rahmim keladi, chunki sizlarning qalbingizdan Alloh ochmagan. Siz hozir ketyapsiz, siz poklanib ketyapsiz. Nega deng? Sizni g'iybat qilishyapti, mazza-ku, yengil bo'lib ketyapsiz. Bular gapirgan sari yo'llaringiz ochilib ketyapti. Bu baxtku. Xursand bo'ling, bularga rahmat deng. Ayrim negativchilarimizga ham mana rahmat deb qolaman. Agar shunaqa yomon insonlar bo'lmaganda ham yaxshilikka erishish juda ham qiyin bo'lardi.